Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Xo'p, xudo xolasa sizlar bilan demak ushbu masalamizni ko'ramiz. Xullas, 33-35 masalalarimiz. Agarda sizda savol bo'ladigan bo'lsa, izohga yozishingiz mumkin. Demak, qarab turibman izohga, xudo xolasa. Ekran bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa yoki biror bir muammo bo'ladigan bo'lsa, bismillah deb boshladik unda. Xo'p, masalamizda. Xo'p, sizga maslahat, demak, avvalo o'zingiz ham daftar ruchkangizni olib, men nimani yozsam, demak, ortidan yozib ketavering. Hozir yodingizda qolgandek bo'lishi mumkin, ammo inson xotirasini bir haftadan keyin o'sha 10% ham chiqib ketadi xotirangizdan. Shuning uchun yaxshiroq yodingizda qolishi uchun yozib keting. Yozganingizdan keyin tahlil qilib chiqsangiz bo'ladi yozganingizda. Nima uchun so'z bunday qildi deb. Keyin tushunmaganingizni bemalol izohga yozishingiz mumkin. Agar YouTube orqali ko'radigan bo'lsangiz YouTube'ga, Telegram birorta kanal orqali ko'radigan bo'lsangiz kanalga yoki lichkamga yozsangiz ham bo'ladi. Bismillah deb boshladik unda. Energiya almashinuvi jarayonida hosil bo'lgan jami issiqlik energiyasining miqdori 13.680 kilojoule. Aerob bosqichda hosil bo'lgan ATF soni glikoliz jarayonida hosil bo'lgan ADF sonidan 6 marta ko'p. Ushbu jarayonda umumiy ADFlar miqdori 3 marta kamaygan. Bu tabiiy jarayon. Natijada esa ATFlar miqdori 4 marta ortyapti. Nega ADF kamayyapti? Chunki glyukoza parchalansa bilamizki, ADF sarflanadi. Shu uchun ADF kamayib ketyapti. Nima uchun ADF ortyapti? Mana shu kamaygan ADFimiz ATFga aylanyapti-da. Bitta ADF bitta fosfat bilan biriksa, bitta ATF hosil bo'lardi. Aynan shu jarayon bormoqda. Qanunda boshladik. Glyukoza ha. Xo'p, glyukoza deydigan bo'lsa, glyukozamiz ikki xil parchalanadi. To'liq parchalanadi va chala parchalanadi, to'g'rimi? To'liq parchalangan glyukozamiz avval sitoplazma bosqichini bosib o'tishi mumkin. O'tadi. Mumkin emas, aniq bosib o'tadi, demak. Keyin mitoxondriyaga bosib o'tadi. Xuddi siz avval bakalavr bo'lasiz, keyin magistr bo'lasiz, to'g'rimi? Magistr o'zingizdan o'zingiz bo'lib qolmaysizki, avval bakalavrni bosib o'tishingiz kerak. Xuddi shu kabi bu xil. Tushunarli? Chalamizda faqatgina sitoplazma bor. Sitoplazma. Endi bizlarga kerak ekan issiqlik. 1 mol glyukozamiz to'liq parchalansa agar sitoplazma va mitoxondriyasi jami 1280, to'g'rimi? 1280 kilojoul issiqlik energiyasi hosil bo'ladi 1 molimizdan. Agar chala parchalanadigan bo'lsa, buni qarangki 120 kilojoul issiqlik energiyasi hosil bo'lar ekan. Masalamizda shartida, chunki issiqlik miqdorini beryapti 13.680 deb. Keling, men o'zimdan to'liq parchalangan glyukozani x mol desam, chalasini y deb olay. Hop, shunda x molimizdan qarang, 1 molimizdan 1280 bo'lsa, x molimizdan qancha deymiz? 1280x deymiz. 1 molimizdan 120 deyapmiz, y molimizdan esa 120y bo'ladi. Umumiy qo'shadigan bo'lsak, 13.680 ni berish kerak bu issiqliklarimiz. 13.680. Mana bu birinchi qilgan ishimiz bo'ldi bizni. Ikkinchi ishimiz esa aerob bosqichda hosil bo'lgan ATF debdi. Aerob bosqich. Ya'ni aerob mitoxondriya nazarda tutilyapti, to'g'rimi? 1 molimizdan 36 ta ATF hosil bo'ladi standart holatda. X molimizdan esa 36x. Aerob deyapti. Mana bu yerda ikkitani olib ketib qolmang sitoplazmasini. Yo'q. Anaerob bo'ladi bu sitoplazma. Tushunarli? Xo'p. 36x bo'ldi. Mana shu aerobimiz. Tak, nima deyapti? Anaerob. Ya'ni glikoliz jarayonidagi sarflangan ATFdan 6 marta ko'p. Qancha ATF sarflanishi, shuncha ATF hosil bo'ladi, to'g'rimi? ATF bo'yicha ketaveramiz shuning uchun. Demak, mana bundan hosil bo'ladi 2x ta ATF. 2x ATF hosil bo'lsa, 2x ATF sarflanadigan sitoplazmamizdan esa qancha? 2y ta. Ana endi yig'ib olamiz. Aerob deyapmiz. Aerobga faqatgina 36x kiradi. Va glikoliz. Glikoliz. 2x bu to'liqning glikolizi. 2y chalaning glikolizi. Siz
Demak, mana buni mendek alohida qilib yurmasdan, mana bu yerdagi umumiy glyukozamiz x y bo'lyapti. Shuni 2 ga ko'paytirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Faqat tushunarliroq bo'lish uchun yozdim. Bularning nisbatini bizga 6 ga 1 deb beribdi. Ya'ni aerobdagimiz 6 marta ko'p deyapti, shuning uchun buni 6 desam, glikoliz 1 bo'ladi, to'g'rimi? Mana orada farq 6 ga teng bo'lyapti. 6 marta ko'p bo'lyapti aerob. Diagonal bo'yicha ko'paytirib yuboramiz. 6 ni 2x ga ko'paytirsak 12x bo'ladi, plus 12y barobar 1 ni 36x ga ko'paytirsak 36x bo'ladi. Ana endi x dan bir tarafga o'tkazamiz. 12x bu tarafga kelsa aero bo'lib ketadi. 36x dan 12x ni ayiradigan bo'lsak 24x qoladi. Barobar 12y turibdi bizlarda. Buni 12 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, ya'ni eng kichigiga bo'lib yuboryapmiz, nisbatga o'tib olamiz shunda. 2x teng bo'lib qoladi y ga. Demak, bitta y ni o'rniga 2 x qo'ysak bo'lar ekan degan xulosaga kelamiz. Endi yuqoridagi tenglamadan foydalanamiz. Uchinchi qiladigan ishimiz yuqoridagi tenglamaga qo'yib yuboramiz buni. Yuqoridagi tenglamamizda bor edi bizda 1282 plus 120 bor edi, to'g'rimi? Y edi. Mana shu y ni o'rniga men nimani qo'ysam bo'ladi? 2x ni qo'ysam bo'lar ekan. Men 2x ni qo'yamiz. Mana shuning o'rnida yuqorida y bor edi. Mana bu yerda qarang, mana. 120 y edi. O'sha y ni o'rniga olib kelib 2x ni qo'yib qo'ydik. Davom etamiz. Bu teng bo'lishi kerak 13680 ga deymiz. Xo'p, 1280 ga qo'shamiz. 1280 ga qo'shamiz. 240 ni necha bo'lar ekan? 1280 ga qo'shib bersak 240 ni. 240 qaydan kelyapti? Mana buni ko'paytirsangiz 240 bo'ladi-da. Demak, bo'lyapti bu 1520x. 1520x barobar 13680 bo'lyapti. Demak, 1520 ni mana bu noma'lum songa ko'paytirsak 13680 bo'lar ekan. X ni topish uchun noma'lum oldidagi raqamga bo'lamiz ma'lum sonni. 13680 ni bo'lasiz 1520 ga x kelib chiqadi. 13680 ni bo'ldik 1520 ga 9 kelib chiqdi x'imiz. X 9 bo'ladigan bo'lsa, y ni qo'rqmasdan topib olsak bo'ladi-da bizlar, to'g'rimi? Y barobar edi ikkita x ga. Bitta x'imiz 9 bo'lsa, ikkitasi qancha bo'ladi o'z-o'zidan? Malades, to'g'ri topdingiz, 18 bo'ladi. Umid qilamanki, serial tomosha qilgandek ko'rib o'tirmayapsiz, to'g'rimi? Hozir men bilan birga yozib ketyapsiz. Hozir tushunmay qolsangiz so'raysiz, to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Shundagina ilm hosil bo'ladi. Tushunarli. Demak, aytyapti bizlarga keyingi qiladigan ishimiz. Hop, ushbu jarayonda umumiy ADFlar 3 marta kamayib, ATF 4 marta ortibdi. Demak, avval ADF ni beryapti, yozib olamiz. ADF. Mana ADF. Xo'p, mana bu yerda qilgan ishimiz demak 3-chi ish bo'libdi. Mana bu 4-chi ishimiz. Demak, ADF'imizni beryapti. Bu dastlab qanchadir bor edi desak, bundan qanchasidir sarflanib ketdi va qoldi desam. To'g'rimi? Xo'p, demak, mana shu chiziq shart emas o'zi. Demak, qarang. Aytyapti, masalamizning shartiga ko'ra bular 3 marta kamayib ketibdi. O'zimizga mana shunga bo'linadigan, 3 ga bo'linadigan raqam olsak yaxshi bo'ladi. Dastlab men bor edi deyman, 3 bor edi deyman. 3 marta kamayib ketibdi. Dastlab mana 3 bor edi. Mana shu 3 marta kamayib ketibdi. Qancha qoladi? 1 qoladi, to'g'rimi? Mana qoldi 1 qo'yamiz. Qanchasi sarflanib ketgan? Bizlarga sarflanib ketgani kerak. Xo'p, 3 dan 1 ayirib tashlasangiz 2 qoladi sarflanib ketgani. Tushunarli? Endi ATF ni aniqlaymiz. ATF. Buni ham xuddi shu kabi dastlab xo'p qanchadir hosil bo'ldi va demak, bu yerga nima deb yozsak bo'ladi? Qo'shildi deb yozsak bo'lmasa. Xullas, mana bunday dastlab sarf desak biroz turib qoladi-da. Qanchadir qo'shildi deyman va hosil bo'ldi natijada qanchadir. Demak, buning nisbatini qanday deyapti bizlarga? E'tibor bering, ATFlarimiz 4 marta ortibdi. Dastlabki ATFlarni men o'zimdan x emas, o'zi raqam deb olyapmiz-ku. Dastlabki ATFlarni o'zimdan olay men 1 deb,
Bu jarayon yakunida hosil bo'lgan vaqti 4 marta ortib qolibdi. Birni 4 ga ko'paytirsak 4 bo'ladi. Qancha qo'shilgan ustiga? 3 qo'shilgan. 4 dan 1ni ayirib tashlayapmiz. Tushunarli, ha? Mana. Ana endi bizlarda qancha ATF hosil bo'ldi yoki qancha ATF sarflandi, shuni aniqlab olaylik. 1 mol glyukozamiz to'liq parchalansa, 38 ta demak ATF hosil bo'ladi, shuncha ATF sarflanadi. Tushunarli? Qancha ADF sarflansa, shuncha ATF hosil bo'ladi. Shuning uchun bitta hisoblovga to'raman. ATF qilib yurmasdan 38 9 ga ko'paytirsak 342 ta. 342 ta. Endi chaladan hisoblaymiz. Bir molimizdan ikkita ADF sarflansadan keyin ikkita hosil bo'lsa, 18 molimizdan qancha bo'ladi? 36 ta bo'ladi. Jarayon natijasida qancha ADF sarflandi deydigan bo'lsak, xo'p, 36 ni qo'shib beramiz 342 ga qancha bo'ladi? 378 ta bo'ladi mana bu 378 ta. Demak, minus ADF deyman. ADF sarflanadi. Qancha sarflanyapti? 378 ta. 378 ta. ATF hosil bo'lyapti. Plus ATF deydigan bo'lsak, qancha bo'lyapti? Bu 378 ta bo'lyapti bu ham. Chunki qancha ADF sarflansa, shuncha ATF hosil bo'ladi. Mana shu narsani yodlab oling. Endi nimani so'rayotgan bo'lsa, bo'ldi, yuqoridagi tenglamaga olib qo'yib qo'yamiz mana bu yerdagi narsaga. Shu joyga. Savolda so'rabdi bizdan 33-topshirig'imizda dastlabki ADF deyapti. E'tibor bering. Dastlabki ADF deyapti. Dastlabkisi mana bu yerda bo'ladi. Shu narsani aniqlashimiz kerak bizlar. Tushunarli? Bizlarda qaysi biri bor mana bu yerda hozir? ADFning dastlabkisi bormi, sarflangani bormi yoki qolgani bormi? Qaysi biri ma'lum aniqlab olganimizdan? Ha, to'g'ri topdingiz. Hozir uyalmasdan aytmay o'tiribsiz, lekin ichingizda to'g'ri topdingiz, to'g'rimi? Bizlarda sarflanib ketgani bor, to'g'rimi? Qancha? Mana 378 ta bor. O'sha sarflanib ketgan. Minus qo'yib qo'ydik-ku ADFimiz. Shuning uchun mana shuni oldiga mana sarflangan tga olib qo'yaman 378 ta. Agar sizdan qancha qoldi desa mana buni topasiz. Qancha bor edi deyapti dastlabki mana buni topamiz endi bizlar. Mana shu dastlabkini so'rayapti-da. Qarang, mana dastlabki degani uchun dastlabkini topyapmiz. Ammo jarayon yakunida adif qancha qoldi desa x ni topib qo'yasiz. Ya'ni 378 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lasiz. Ammo bu kerak emas, shuning uchun topmaymiz. Menga mana bu kerak dastlabkisi. 378 ni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Ko'paytirib 3 ga bo'lamiz 2 ga 567 ta bu. 67 ta. To'g'ri javob bunga 567 qaysi? A bo'lar ekan bunga. 34-sida jarayon yakundagisi kerak. Umumiy ATF. Yakundagisi mana hosil bo'lgani haqida gap ketyapti. Bizlarda qaysi biri bor ATFning? Qo'shilgani bor, to'g'rimi? Qancha qo'shildi? Mana 378 ta qo'shildi. O'shani qo'yib olib kelamiz qo'shilganni tagiga. Ko'ryapsizlar qanday oson. Mana tagiga olib qo'yamiz 378 ta deymiz. Agar ATFni dastlabkisini so'rasa, y ni topamiz. Yakundagisini so'rasa, mana x ni topamiz. Bizlardan e'tibor bering, yakunda deyapti. Demak, mana hosil bo'lganini topishimiz kerak. 378 ni 4 ga ko'paytirasiz, 3 ga bo'lasiz, x kelib chiqadi. Tushunarlimi? Ko'paytiramiz, 4 ga bo'lamiz, 3 ga 504 ta bu. 504 ta. To'g'ri javob bunga C variant bo'ladi. Sitoplazmada hosil bo'lgan ATF energiyasining kilojolda aniqlang deyapti. Hop. Demak, umumiy glyukozamiz x va y edi. Bizda x va y umumiy, demak 18 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak, xullas mana bu 9, mana bu 18 bo'ldi. Jami qancha bo'ladi? 27 bo'ladi, to'g'rimi? 27. Mana bu yerdan yozaman. 1 mol glyukozamiz sitoplazma bosqichida parchalanadigan bo'lsa, 120 ATF deyapti ekan, energiya emas, demak 80 kilojol energiya hosil qiladi. Ya'ni ikkita ATF mana shu 80 kilojol bo'ladi. Bitta ATF 40 kilojol energiya saqlasa, ikkita 80 kilojol. Bizda 27 ni hammasi sitoplazmani bosib o'tadi mana. To'liq parchalansa ham, chala parchalansa ham ko'ryapsiz-a, sitoplazmani bosib o'tadi. Shuning uchun 27 si qancha deyman? 27 ni hammasi o'sha glikoliz, ya'ni sitoplazma bosqichini bosib o'tadi. 27 ni ko'paytiramiz 80 ga 2160 bu. 2160 kilojol energiya hosil bo'ladi. To'g'ri javob qaysi? F variant bo'ldi.
Ushbu masala yechimi bo'yicha sizda qiynagan savol bormi? Agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa, berishingiz mumkin. Keyin 36-oltinchi topshiriqqa o'tamiz. Agar sizda savol bo'lmasa, tak. Demak, savolingiz yo'q, to'g'rimi?